Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi katta yo'limiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani G'anchiq qishlog'iga ketyapti. Bu 25 kilovatlik chaqmoq Vector X katta yo'limizdan 250 kvadratgacha bo'lgan joylarda isitib berish uchun mo'ljallangan. Afzalliklari o't yurish yo'llari uzun, 30-40% gacha bemalol tejamkorlikka erishib beradi. Qanday qilib? Ham gorizontal, ham vertikal o't yurishlarga ega. Shuning uchun bu ekonom bo'ladi boshqa kat yo'llarga nisbatan. Hozir o'sha hisob kat yo'lda ham qisqacha ko'rsatib o'taman. Bu kat yo'limiz tozalash boshqalari noqulay bo'lmaydi, yoqilishlari ham qulay bo'ladi. Temir garelka holatida 250 kvadratga $1350 chiqadi. Двойной редуктор, 220 motor, двойной редуктор. Alternator motorlarimiz original holatda bo'ladi. Nisbat o'tamiz O'zbekiston bo'yicha. Dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Mana bu ham xuddi shu katta yo'ldan, faqat kitob holatda. Yonida garelkasi tushadi. Bu remontga kelgan katta yo'l. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 yo'l o't yurib, issiqlik tashqariga ko'proq chiqib ketib qoladi. Katta yo'limizda komplektida boshqaruv miyasi, elektr motor, alternatorlari va tozalov kurakchalari. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamni qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Keyin Nijniy Arena so'rab olganlarga Nijniy Arena katta yo'llarimiz ham bor. Nalij holatda ham bor. Agar nalij holati bo'lmaganda tayyorlab beriladi. Xuddi zavodskiydagi tullarini to'kadi. Chugunli bo'ladi. Chugunlikda afzal tarafi buni olib tozalash boshqasiga juda qulay bo'ladi. Biz endi buni ko'mir hajmini yana ham ko'paytirib qo'yganmiz. Shuning uchun ko'proq ko'mir sig'adi. Uzoqroq soat yonib bera oladi. 8 soatdan 16-18 soatgacha bemalol yonadi. 15 kilovatli esa 8,5 million, 22 kilovatli esa 9,5 million. 15 kilovatli esa Angliya ko'mirda bo'ladigan bo'lsa 40 kilo atrofida rasxod qilyapti o'rtacha holatda. Arishka yoki belolma yoki shibarko'l shunaqa yaxshi sifatli ko'mirlarda bo'ladigan bo'lsa 30 kilo atrofida rasxod qilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Mana miyasi katta yo'limizda. Ishlatishga juda sodda bo'ladi, qulay bo'ladi. Mana avtomatdan bitta yoqqanimizdan keyin gradusdan rostlaymiz. Misol uchun 60, 70 qilib 75 shuna qilib o'zimizga mos gradusga qo'yamiz va bundan ko'mir surish vaqti va to'xtash vaqtini qo'yamiz. Buni uyga qarab, joyga qarab turib ozgina o'zgarish bo'ladi. Bitta biz nastroyka qilib bergandan keyin, tushuntirib qo'yganimizdan keyin ozgina o'zgartirib olinaveradi. Bu veltrinatorimizni past baland qilish uchun. Bu kuchlanish nechiligini ko'rib turish uchun bo'ladi. Ayollar, bolalar bemalol ishlatsa bo'ladi. Mana bu katta yo'llarimiz bittasi Namangandan zakaz qilishgan, chugun garelkada bo'ladi. Kuraksimon chugun garelkada. Oldida 4 ta kitobdan o't yuradi, orqada 4 ta kitobdan o't yuradi. Eng tejamkor 26-yilda so'nggi model katta yo'llardan bo'ladi. Ularda ham katta yo'llarimiz tayyorlashda davom etilyapti. Ko'pchilik narxida nima farqi bor deyapti. Narxida katta yo'llarda nimaga ko'p farq qilyapti? Misol uchun Nijniy Arena bilan shunga o'xshash katta yo'llar deyshadi. Misol uchun o'sha sapok katta yo'l deyshadi. Xuddi mana shu yerdan mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa, u katta yo'lga 2 faqir, 3 faqir ko'mir sig'adi. Bitta yoqqanda 2 soatdan 3-4 soatgacha yoqib beradi. Bu katta yo'llar esa 8 soatdan 16-18 soatgacha yonadi. Shuning uchun u bilan narxidan anchagina farq bor. Ham utilitilni o'zi 500 ming raznica, 1 million raznica beradi. Keyin yopiq ochiq sistemaligiga qarab turib, bu ham 500 ming raznica beradi. Endi katta yo'lning qulayligi ishlatishingizga hamma taraflama ustun bo'ladi. Hamma eshigi ruchka bilan ochilib yopiladi. Boltga ключ qida degan narsa bo'lmaydi. Hatto yonidagi kichkina eshikchalarga ham ruchkali eshiklar qilib qo'yilgan, ishlatishga qulay bo'lish uchun. Keyin mana yopiq sistemaga katta yo'llarimiz bemalol javob beradi. Mana shu 4-5 davleniyada katta yo'lda tekshirib beriladi. Himoya vositalari 3 davleniyada davleniyani chiqarib yuboradi. Shuning uchun katta yo'l tanlashda adashmang. Eng sifatli, eng tejamkorlarni xohlaganlar chaqmoq ekonomik katta yo'l jamoasiga, ya'ni bizga murojaat qilaversa,
O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepulga yetkazdirib beramiz. Servis garantiyalari aytilib turgan narxlarda ichida. 100 kvadrat uchun qo'l avtomat, nijniy arena yo'llar, verniy arena yo'llar 6,5 milliondan boshlanadi. Bluetooth holat, lekin Qoslarni ham aytib ketay. Bluetooth holat 6,5 milliondan boshlanadi. Ochiq sistema, yopiq sistemaga qo'yishingiz bo'ladi. Agar ochiq sistemani o'ziga ishlataman desangiz, ozgina yana narxi pastlaydi. Bu kat yo'limiz 7,5 million bo'ladi. Bluetooth holat. Bunisi 22 kilovatimiz 8,5 million bo'ladi. Bezut Bluetooth yetib borish, dastlab yetkazib berish va garantiyalar bilan birga. Mana nijniy arenani ko'pchilik o't yonishga qiziqadi. Mana xuddi shu holatda yonadi. Orqaga tortganligi uchun aylanib 3 yo'l, 4 yo'l, 5 yo'lgacha yuradi. O'sha holatda tashqariga issiqlik kamroq chiqadi. Yonishini qulayligi mana ko'mir yonmay turibdi, xuddi shu holatda turadi, pastlaveradi. O't shu yonib ketib qolmaydi. Pastlagan sari yana ustidan qayta zapravka qilsangiz bo'ladi. Angrenda hokasigacha bu kafellar bemalol yoqib beradi. Endi avtomat yo'llar qulayligi bo'yicha anchagina ustun bo'ladi, tanlashga qiynalib turganlar uchun. Avtomat yo'lga mana bunkeriga kelib bitta solib qo'yganingizdan keyin 2 sutkadan 5-6 sutkagacha bemalol yetib beraveradi. Bu yo'llarga bir kunda bir marta, 2 marta zapravka qilib turish kerak bo'ladi.